Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi 20 ming so'mdan past bo'lsa, bugungi ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki ko'pchilik odamlar o'z pensiyasi nega kam chiqayotganini bilmaydi. Hujjatlarda xato borligini sezmaydi. Ish to'liq hisoblanmaganini tekshirmaydi va natijada har oy o'ziga tegishli pulni olmasdan yuradi. Men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar darhol tekshiruv qilishi kerak? Qaysi hujjatlar muhim? Qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish zarur? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki oilangizdagi pensionerlar uchun ham juda muhim. Avval ko'p pensionerlar pensiya tayinlanganda bir marta hisob-kitob qilingan bo'lsa, shu bilan hammasi tugadi deb o'ylardi. Ya'ni davlat qancha chiqargan bo'lsa, demak shuncha ekan degan tushuncha bor edi. Lekin amalda bunday emas. Pensiya miqdori insonning ish staji, ish haqi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, parvarish davrlari, harbiy xizmat yoki boshqa huquqiy asoslar bilan bog'liq. Agar shu ma'lumotlardan bittasi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, pensiya kamayib chiqishi mumkin. Hozir eng muhim o'zgarish shuki, ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshirilyapti. Fuqarolar murojaat qilsa, pensiya ishlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyati bor. Bu degani, agar sizning pensiyangiz 20 million so'mdan past bo'lsa, siz indamay o'tirishingiz kerak emas. Men hammaning pensiyasi albatta oshadi demayman. Bunday va'da berish noto'g'ri bo'ladi, lekin men aniq aytaman. Past pensiya olayotgan odam birinchi navbatda o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Chunki ko'p hollarda kam pensiya sababi odamning haqiqiy ish staji kamligida emas, balki hujjat to'liq yig'ilmaganida. Eski tashkilotdan arxiv ma'lumoti olinmaganda yoki ish haqi bo'yicha foydali davr tanlanmaganda bo'ladi. Masalan, bir ayol 25 yil turli joylarda ishlagan, lekin pensiya tayinlash vaqtida mehnat daftarchasidagi ikkita tashkilotning muhri noaniq bo'lgani uchun u yillar hisobga olinmagan. Natijada unga juda past pensiya chiqqan. Ayol, men shuncha ishlaganman, nega bunday? deb hayron bo'lgan, lekin arxivga bormagan. Keyin arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelgach, uning staji qayta ko'rib chiqilgan. Mana shunday vaziyatlar ko'p uchraydi. Yana bir misol. Erkak kishi yoshligida qurilish tashkilotida ishlagan, keyin zavodda ishlagan, keyin kichik korxonada faoliyat yuritgan. Mehnat daftarchasida hammasi yozilgan. Lekin ayrim davrlar bo'yicha ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar olinmagan. Pensiya hisobida esa foydali ish haqi davrlari muhim. Agar odamning yuqori maosh olgan yillari hujjat bilan tasdiqlanmasa, tizim kamroq asosdan hisoblab qo'yishi mumkin. Natijada pensiya past chiqadi. Shuning uchun 20 ming so'mdan past pensiya olayotgan odam mening istajim to'g'ri kiritib olinganmi? Imtiyozim bor yo'qligi ko'rilganmi? degan savollarni berishi shart. Endi kimlar eng avvalo xavotir olishi va tekshiruv boshlashi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa uzoq yillar ishlagan, lekin pensiyasi baribir 20 ming so'mdan past bo'lganlar. Agar odam 20 yil, 25 yil, 30 yil ishlaganini bilsa-yu, pensiyasi juda past bo'lsa, bu yerda albatta savol tug'iladi. Balki staj to'liq hisoblanmagan. Balki ish haqi ma'lumotnomalari noto'g'ri olingan. Balki eski ish joyi tugatilgan, arxiv ma'lumoti olinmagan. Balki mehnat daftarchasidagi ism, familiya yoki sana bo'yicha nomuvofiqlik bor. Ikkinchi toifa. Pensiyaga chiqqanida hujjatlarni boshqalar orqali topshirganlar. Masalan, farzandi topshirgan, tanishi yordam bergan, korxona kadrlar bo'limi tayyorlab bergan. Bunday holatda pensionerning o'zi qanday hujjatlar topshirilganini bilmasligi mumkin. Men ko'p uchratganman. Odam hamma hujjatim topshirilgan deb o'ylaydi. Lekin aslida faqat mehnat daftarchasi nusxasi berilgan. Arxiv ma'lumotnomalari olinmagan bo'ladi. Natijada pensiya to'liq emas, minimal darajaga yaqin chiqadi. Uchinchi toifa Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlaganlar. Chunki o'sha davrdagi korxonalar ko'pincha yopilgan. Nomi o'zgargan hujjatlar arxivga topshirilgan yoki ba'zan tartibsiz saqlangan bo'ladi. Agar siz paxta zavodi, qurilish boshqarmasi, tuman savdo tashkiloti, kolxoz, sovxoz tikuv fabrikasi, maktab, kasalxona, kommunal korxona yoki boshqa eski tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni alohida tekshirish kerak. Mehnat daftarchasida yozuv borligi yaxshi, lekin ba'zan pensiya hisobida qo'shimcha tasdiq talab qilinadi.
To'rtinchi toifa ayollar, ayniqsa farzand parvarishi, dekret, ishdagi tanaffuslar, nom o'zgarishi bo'lgan ayollar, nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, hujjatlarda eski familiya bilan yangi familiya bir-biriga bog'lanishi kerak. Masalan, mehnat daftarchasida G'aniyeva bo'lgan, pasportda Karimova bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar bu bog'lanish to'liq ko'rsatilmasa, ayrim davrlar tan olinmasligi ehtimoli bor. 5-toifa nogironligi bo'lgan. Boquvchisini yo'qotgan yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Bu yerda pensiya va nafaqa tushunchalarini aralashtirmaslik kerak. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ayrim hollarda ish staji yetarli bo'lmagan yoki alohida ijtimoiy holatdagi fuqarolarga tayinlanadi. Agar odam pensiya emas, nafaqa olayotgan bo'lsa, unga boshqa qoidalar qo'llanishi mumkin. Lekin baribir hujjatlarni tekshirish foydali. Chunki ba'zan odam aslida pensiyaga huquqli bo'ladi, lekin hujjat yetishmagani sababli nafaqa bilan qolib ketadi. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, opa 24 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda faqat 1 yil staj tan olingan. Nima uchun? Chunki 10 yil ishlagan, eski tikuv sexi yopilgan, arxidan ma'lumotnoma olinmagan. Opa pensiyasi 800 ming so'm atafida chiqdi. Agar o'sha 10 yil staj tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim bir xil oshadi degani emas, lekin asosiy hisob bazasi o'zgaradi. Yana bir holat, aka o'ttim yil ishlagan, lekin oxirgi yillarda kam maosh olgan. Pensiya hisobida esa maosh davrini tanlash masalasi muhim bo'lishi mumkin. Agar yuqori maosh olgan davr bo'yicha hujjat bo'lmasa, pastroq ma'lumot asosida hisob qilinadi. Masalan, 2000 yillarda bir korxonada yaxshi oylik olgan, lekin ma'lumotnoma olinmagan. Tizimda esa keyingi kamroq daromadlari ko'ringan. Shunda pensiya past chiqishi mumkin. Demak, faqat necha yil ishladim emas, qaysi yillarda qancha oylik olganim tasdiqlangan degan savol ham muhim. Yana bir real hayotga yaqin vaziyat. Pensionerning mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor. Lekin ishdan bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan yoki buyruq raqami yo'q. Ba'zi xodimlar buni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida har bir sana muhim. 1 oy, 3 oy, 6 oy ham umumiy stajga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa staj chegaraviy bo'lsa, masalan, kerakli minimal talabga yaqin bo'lsa, bitta davrning tan olinishi yoki olinmasligi pensiya turiga ham ta'sir qiladi. Kimlar hozircha xavotir qilmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz ancha yuqori bo'lsa, pensiya ishingiz yaqinda to'liq hujjatlar bilan qayta ko'rilgan bo'lsa, barcha staj va ish haqi davrlari tasdiqlanganini yozma ravishda bilsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men pensionerga kamida bir marta o'z pensiya ishini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Chunki inson o'z huquqini bilsa, ortiqcha sarson bo'lmaydi. Endi istisnolar, yashirin muammolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat, past pensiya har doim xato degani emas. Ba'zi odamlarning rasmiy ish staji haqiqatan ham kam bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, odam ko'p yil norasmiy ishlagan, oylikni qo'lga olgan, mehnat daftarchasiga yozilmagan, soliq yoki sug'urta badallari ko'rinmagan. Bunday holatda men 3 yil ishladim degan gap hayotiy jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan isbot kerak. Pensiya organi og'zaki gap asosida staj qo'sha olmaydi. Shuning uchun asosiy masala hujjat. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv avtomatik ravishda tan olinmasligi mumkin. Agar muhr o'qilmasa, tashkilot nomi noaniq bo'lsa, buyruq raqami bo'lmasa, sana ustidan tuzatish kiritilgan bo'lsa, ism familiyada farq bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Masalan, Abdullayeva o'rniga Abdullayeva yozilgan, otasining ismi tushib qolgan, tug'ilgan sana bir hujjatda 1959, boshqasida 1906 ko'rsatilgan. Bu kichik ko'rinadi. Lekin hujjat yuritishda katta farq qiladi. Uchinchi nozik jihat, arxiv ma'lumoti olish vaqt talab qiladi. Ko'pchilik bir marta boradi, navbat ko'radi, keyin kelaman deb tashlab qo'yadi. Lekin har oy kam pensiya olayotgan odam uchun bu masala juda muhim. Agar hujjat topilsa va pensiya qayta hisoblanishga asos bo'lsa, kelgusi oylar uchun farq sezilishi mumkin. Shuning uchun men arxiv ishini oxirigacha olib borishni maslahat beraman. Qaysi tashkilotda ishlagansiz, qaysi yillarda lavozimingiz nima bo'lgan, taxminiy manzili qayerda bo'lgan, rahbar yoki bo'lim nomi esingizdami? Hammasini yozib boring.
Arxiv xodimi uchun bu ma'lumotlar qidirishni osonlashtiradi. 4-nozik jihat. Ayrimlar pensiya organiga og'zaki murojaat qiladi, lekin yozma ariza bermaydi. Og'zaki so'rash yomon emas. Lekin natija kerak bo'lsa, yozma murojaat muhim. Chunki yozma arizada siz aniq talab qo'yasiz. Pensiya ishimdagi staj davrlarini tekshirib berishingizni so'rayman. Ish haqi hisoblangan davrlarni ko'rsatib berishingizni so'rayman. Falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagani ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunda sizga javob ham aniqroq bo'ladi. 5-nozik jihat. Qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va imtiyozlar masalasi. Ayrim fuqarolar alohida toifaga kirishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega bo'lganlar. Ayrim zararli sharoitlarda ishlaganlar, uzoq hududlarda yoki og'ir kasblarda ishlaganlar, bo'g'ichisini yo'qotgan oilalar. Men har bir toifani bitta videoda to'liq sanab tugata olmayman. Chunki qonunchilikdagi asoslar alohida tekshiriladi. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, agar sizda biror maqom, guvohnoma, tibbiy xulosa, eski ish joydan zararli sharoit haqidagi hujjat bo'lsa, uni albatta pensiya ishida bor yo'qligini tekshirtiring. 6-nozik jihat. Ba'zi odamlar menga pensiya tayinlanganiga 5 yil bo'ldi, endi kech deb o'ylaydi. Hujjatlarni tekshirish uchun hech qachon kech deb o'ylamang. Albatta qayta hisoblashning qaysi kundan qo'llanishi qonuniy tartibga bog'liq bo'ladi. Hamma holatda eski yillar uchun pul to'lab beriladi deb aytib bo'lmaydi. Lekin kelgusidagi pensiya miqdorini to'g'rilash imkoniyati bo'lsa, bu ham juda katta masala. Agar har oy 100 ming yoki 200 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda bu katta summa bo'ladi. 7-nozik jihat. Qarindoshlar pensioner nomidan harakat qilayotganda ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, idoralarga borishga qiynalsa, farzand sifatida yordam berishingiz mumkin. Lekin ayrim ma'lumotlarni olish uchun shaxsning o'zi kelishi yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'ladi. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki mas'ul tashkilotdan so'rab, qanday tartibda murojaat qilishni aniqlab oling. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga ketma-ket aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdorini va pensiya turini aniqlang. Siz olayotgan pul yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki har birining hisoblash tartibi boshqacha. Agar siz buni bilmasangiz, bank kartaga tushgan pulga qarab xulosa qilmang. Pensiya bo'limidan yoki tegishli idoradan aynan qaysi turdagi to'lov olayotganingizni so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Arizada quyidagilarni so'rashingiz mumkin. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji davrlari inobatga olingan? Jami staj qancha deb topilgan? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Ish haqi qaysi yillar bo'yicha olingan? Qo'shimcha hujjat topshirsam qayta hisoblash mumkinmi? Bu savollarni yozma shaklida berish yaxshi. 3-qadam, barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik haqida hujjatlar, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, ish haqi ma'lumotnomalari. Buyruq nusxalari bo'lsa, hammasini papkaga joylang. Hujjatlar aralash yursa, ko'p narsa yo'qoladi yoki unutib qoldiriladi. 4-qadam, mehnat daftarchasini boshidan oxirigacha tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsaga qarang. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, tashkilot muhri va buyruq raqamlari. Agar sana o'qilmasa, muhr noaniq bo'lsa, yozuvda tuzatish bo'lsa, bu davrni alohida belgilab qo'ying. Keyin shu tashkilot bo'yicha arxivdan ma'lumotnoma so'rash kerak bo'ladi. 5-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yoki telefonga yozing. Tashkilot nomi, taxminiy yillar, lavozim, tuman yoki shahar, tashkilot keyinchalik qanday nomga o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, 1994-1991 yillar tuman maishiy xizmat kombinati tikuvchi, 1990-1990 takdir yillar qurilish boshqarmasi, omborchi, 1999-2005 yillar maktab qorovul. Shu ro'yxat bilan arxivga yoki pensiya bo'limiga borsangiz, suhbat ancha aniq bo'ladi. 6-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar tashkilot hozir mavjud bo'lmasa, uning hujjatlari qaysi arxivda saqlanishini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida,
ba'zan tashkilotning o'ris korxonasida bo'ladi. Arizada ish statajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma va imkon bo'lsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma so'rang. Faqat men ishlaganman, tasdiqlab bering deb yozish yetarli bo'lmasligi mumkin. Aniq yillarni, lavozimni. Bo'limni ko'rsating. 7-qadam. Pensiya qayta hisoblash uchun ariza bering. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, uni shunchaki olib borib ko'rsatib qaytmang. Uni ro'yxatdan o'tkazib, pensiya ishiga qo'shishni va pensiyani qayta hisoblab berishni so'rang. Arizangizda taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman degan mazmunda yozing. Arizani topshirganingizda kirim raqami yoki qabul qilingani tasdiqlovchi belgi olishga harakat qiling. 8-qadam javobni kuting va natijani tekshiring. Agar pensiya oshsa, qaysi asos bilan oshganini bilib oling. Agar rad javobi berilsa, nima sababdan rad etilganini yozma shaklida oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Sababi aniq bo'lsa, keyingi qadamni tanlash mumkin, qo'shimcha hujjat izlash. Yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki huquqshunosdan maslahat olish. 9-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat ishidan charchaydi, navbatga borishga qiynaladi. Internetdan foydalanmaydi. Agar sizning ota-onangiz, buvinggiz yoki bobongiz million so'mdan kam pensiya olayotgan bo'lsa, ularning yoniga o'tirib, mehnat daftarchasini birga ko'rib chiqing. Ular qayerlarda ishlaganini so'rang. Eski joylarni eslatib, yillarni aniqlang. Ba'zan pensionerning o'zi u joy kerak emas deb o'ylagan davr aslida pensiya uchun muhim bo'ladi. 10-qadam. Hujjatlarni suratga olib, nusxa qiling, lekin asl nusxalarni ehtiyot qiling. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, guvohnomalar juda muhim hujjatlar. Aslini har kimga berib yubormang. Kerak bo'lsa nusxasini topshiring. Aslini ko'rsatib qaytarib oling. Agar asl hujjat talab qilinsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi yozuv yoki tilxat masalasiga e'tibor bering. Yana bir amaliy maslahat. Murojaat qilayotganda his tuyg'u bilan emas, aniq fakt bilan gapiring. Pensiyam kam, oshirib bering deyishdan ko'ra, mening 1970-1975 yillardagi ish stajim hisobga olinganmi? Agar olinmagan bo'lsa, qaysi hujjat kerak deb so'rash samaraliroq. Mutaxassis ham aniq savolga aniq javob beradi. Agar sizning pensiyangiz 700 900 so'm atrofida bo'lsa, men sizga birinchi navbatda 3 narsani tekshirishni maslahat beraman. Jami staj qancha deb hisoblangan? Ish haqi qaysi davrlar bo'yicha olingan? Hisobga olinmagan davrlar bormi? Mana shu 3 savol ko'p narsani ochib beradi. Agar sizga stajingiz 9 yil deyishsa, lekin siz 20 yil ishlagan bo'lsangiz, demak hujjat masalasi bor. Agar sizga ish haqi ma'lumoti yo'q deyishsa ham, demak arxivga borish kerak. Agar familiya mos kelmayapti deyishsa, demak nikoh yoki ism o'zgarishi hujjatini qo'shish kerak. Bugungi gapning asosiy ma'nosi shuki, pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lgan har bir odam o'z pensiya ishini tekshirtirishi kerak. Bu majburiy janjal qilish degani emas. Bu o'z huquqini bilish va hujjatlarni tartibga keltirish degani. Past pensiya ba'zan qonuniy sababga ega bo'ladi, lekin ba'zan oddiy hujjat yetishmagani, staj noto'g'ri hisoblangani yoki eski ish haqi ma'lumoti olinmagani uchun past bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni oling, ish joylaringizni yozib chiqing. Pensiya bo'limiga savol tayyorlang, kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz yoki yaqinlaringiz kam pensiya olayotgan bo'lsa, ularga yordam bering. Bir qarashda kichik ko'ringan hujjat kelajakdagi har oygi daromadga ta'sir qilishi mumkin. Sizning yoki yaqinlaringizning pensiyasi ming so'mdan pastmi? Pensiya hisobida stajingiz to'liq olinganmi yoki shubhangiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni kam pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat odamning butun pensiya hisobini o'zgartirib yuborishi mumkin.